Hop, assalomu alaykum rahmatulloh. Bizda soat 7 bo'lyapti. Bolalarim maktabga borish kerak. Mana bu yerda kristal hindi tayyorlab qo'ydim. Mana bu yerda iliq suv. Kristal hindi bilan ichish uchun birinchi yod beraman 3 ta kapli. Keyin kristal hindi aralashtirilgani bu 3 kishiga, menga 2 o'g'limga. Keyin ovqat yeyishdan oldin mana D3 K2 beraman. 3 tomchidan. Har gal buni og'ziga olgandan keyin bunaqa suv bilan ichib yuborish kerak, обязательно. Inshaalloh. Keyin уже bemalol ovqatini yesa bo'ladi. Bu naturalniy antibiotik. Bu kristal hindi bilasizlar. Shamollash bormi, kishechnikida mikroflorasida problemalar bormi, devoriga uni parazitlar yopishib olib in qurib olganmi, har xil lamblar bormi, luboyga mana bu kristal hindi Qur'onda ham kelgan. Eng zo'r lecheniani, mana bu allergiyani, astmani kristal hindi bilan lecheniya qilish kerak. Birinchi o'chirda kishechnikka. Shuning uchun uzr so'rayman, stiralka ishlayapti. Chunki miyamizning ishlashi kishechnikka bog'liq. Luboy tanangizda yallig'lanish ketyaptimi, kristal hindi 1 oydan 3 oygacha iste'mol qiling. Yod hamma bolalarga kerak. Tim более mana vitamin D3 K2 bizda quyosh juda ham kam. Eminni ertalab bolalar sayr qilish o'rniga maktabda qafas ichida o'tirishadi. Suyaklarga, mishsalarga mana shu narsa kerak baquvvat bo'lish uchun. Umuman sog'lom bo'lish uchun. Yana bitta narsa sink. Bola shamollamasligi uchun, profilaktika uchun sink berib yuring. Kuniga bir marta yetadi. Ovqatdan keyin, ovqat yeb 1 soatdan keyin bersangiz bo'ladi. Kechki paytga magnezium bersangiz bo'ladi. Bu profilaktika uchun. Sog' bo'ling, kuningiz xayrli o'tsin.